prezidentimizni qilgan iltifotlari biz uchun katta sharaf bo'ldi. Juda xursand bo'lib ketdim. Chunki mana hozir minglab odamlar hajga ketyapti. Bizning bobolarimiz bir vaqtda o'sha borib 20 tagina odamga ruxsat berishgan. Shunda ham ba'zi vaqtlarda bir boshqa davlatlar orqali borishganda ham o'sha yerda hatto ularga ruxsat bo'lmagan ekan. Shunday kunlarga yetkazganiga Allohga behisob shukr. Bunaqa davr bo'lmagan. Chunki buni faqat qalbida iymon nuri bo'lgan odamgina shunaqa ishlar qilsa kerak deb o'ylayman. Allohga beadad shukr. Avvalambor juda katta hayajon. Birinchidan, ikkinchidan bu katta sharaf men uchun. Albatta bu sharaf prezidentimiz tomonidan yo'llanma berilgani, o'sha safarga men ketayotganim bo'lsa, bu o'sha ota bobolarimga bo'lgan hurmat, ehtirom deb bilaman. Xudoga shukr, bizning yurtimizda ham juda katta islohotlar bo'lyapti. Juda katta tadbirlar bo'lyapti. Mana qurilishlar, hamma sohada-da odam xursand bo'lib ketadi-da, shunday yurtda yashaganimizdan. Prezidentimizga katta rahmat, shunchalik e'tirof etib shu safarlarga yo'llanma berganlariga. Albatta bobolarim, bobom Eshon Boboxon ibn Abdumajidxon hazratlari Buxorodagi Mira Arab madrasasini ta'sis etgan odam. Undan keyin qiblagohim Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari. Ular mana necha bora o'sha yerlarga borishgan. Oson bo'lmagan u davrda. Sovet siyosati dinga qarshi siyosat bo'lgan. Lekin ular shu islom dini yo'qolib ketmasligi uchun murosai madora qilib shu kunlarga islomni yetkazib kelishdi desam ham bo'ladi-da, chunki har bitta odamni qo'liga Qur'on, qalbiga iymon nurini solishdi. O'sha qiyin davrlarda ular shu narsalarni uddalab xalq qalbidan o'sha iymon nurini o'chirmaslikka harakat qilishdi. Buni prezidentimiz nihoyatda tushunib, hatto mana qiblagohimlarga eng oliy darajali Imom Buxoriy ordeni berdilar. Uni ham men qabul qilib oldim. Ular bilan uchrashishga muyassar bo'ldi. Hammasi ko'z oldimdan o'tdi bir-bir. Allohga beadad shukr. Men shunaqa bir oilada katta bo'lganman. Bobom Eshon Boboxon hazratlari, qiblagohim Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari. Ular oldin obdon qiyinchiliklarni ko'rib, keyin urush boshlangandan keyin bobom o'sha yuqorida nimalarga chiqib iltimos qilib, xatlar yozib, shu yerda bir O'rta Osiyo, Qozog'istonda musulmonlar ko'p deganlardan keyin o'sha xat mazmunida birlashsak o'sha nimaga yordam berardik, frontga degan gaplarni yozganlar xatlarida. O'shandan keyin ruxsat berishgan, shu yerda 85 yoshlarda muftiylik masnadiga o'tirganlar, o'sha 5 respublikani raisi. Ana endi men o'sha oilada katta bo'ldim. O'tda tarbiya, odob, axloq, munosabat juda boshqacha edi. Men gapirsam boshqalar hayron qolishardi. Nahotki debdi. Chunki bizning nihoyatda odob, axloq, o'sha bog'chadan tarbiyalashligimizdan salom berishga, bu kattalarni hurmat qilishga, yaxshi o'qishga, biz ham yoshligimizdan o'sha ota-bobolarimizga munosib bo'lib o'qishga harakat qilganmiz. Hammalarimiz oltin medal olganmiz. Qizil diplomlarni olganmiz. 5 ta farzandli bo'ldi. O'zim sharqshunoslikni bitirdim. Chunki qiblagohim har u yuzda kitoblar bo'lardi, arabcha kitoblar. Shularni o'qish xohlardim. Lekin o'sha paytda bizani o'qitishga ham ularga ruxsat bo'lmagan. Shuning uchun men Sharq fakulteti arab bo'limiga kirganman. Keyinchalik mana qo'lyozmalar o'qishga ham muvaffaq bo'ldim. Akademiyani, Sharqshunoslik universiteti aspiranturani o'tadim. Islom akademiyasida ham o'sha arab adabiyotidan dars berdim. Menga bo'lgan e'tibor shu ota-bobolarimga bo'lgan e'tibor deb tushunaman. Chunki o'sha berilgan oliy darajadagi Imom Buxoriy ordeni ham nafaqat qiblagohimlarga, balki o'sha davrda ishlagan, ular bilan savdosh bo'lgan hammalarga tegishli deb bilaman. O'zbekistonga kelgan mehmon borki, u podsho bo'lsin, diplomat bo'lsin, hammasi o'sha davraga borardi. Ular juda katta kutubxona tashkil qilishgan. Odamlarni uyidan kitoblar sotib olishganda, qiblagohim ham oilalarning yarmisiga kitob olishga edi. Albatta Moskvadan ruxsat olgandirlar. O'ta katta hozir ham kutubxona bor, hozir o'sha kitoblar katalog bo'lyapti. Uni orzu qilishdi o'sha odamlar, akamlar keyinchalik. Mana o'sha diniy idorada 46 yil rahbarlik qilishdi Sovet davrida.
shu qiblagohim qayerga borsalar, masalan Ozarbayjonga borsalar Ozarbayjon tilida, Tataristonda tatar tilida, Qozog'istonda qozoq tilida gapirar ekanlar. Albatta bu hammani ham qo'ldan kelmaydi. Xudoga shukr, shunday oilada katta bo'lganimga. Xalqimizga shukrona qilish kerak, chunki bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Qanday og'ir kunlar bo'ldi. Og'ir vaqtlar bo'ldi. Mana endi hozir ayniqsa mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarlik qilganlaridan keyin butun yurtda yangiliklar, islohotlar albatta ko'rib ko'zimiz quvnaydi. Behisob, beadad shukronalar qilamiz. Shukrona qilmay iloji yo'q. Mana endi qanaqa kunlar keldi. Imom Buxoriy markazi, Termiziy markazi, Maturudiy markazi. Va ularni hatto kitobini chiqarish ham o'sha endi chiqarish kerak konferensiyaga deb o'sha berilgan ozgina imkoniyatdan foydalanib, Qur'onlarni ham ko'proq chiqarib xalqimizga berib, o'sha kitoblarni ham ko'proq chiqarishga harakat qilishardi. Lekin eng katta masjid Tilla Shayx masjidi edi. O'sha bir necha marta odamlar Moskvaga xat yozib o'zlari borib nima qilgan ekanlarki, tahoratxonasini yangilaylik, ruxsat bo'lmagan ekan. Mana endi masjidlar, mana bobomlarga atab masjidlar qurilyapti. Qiblagohimga atab masjidlar qurilyapti. Katta baxt.